Ajrashganda bir-birining aybini ochish bu kuch emas, bu zaiflik, bu pastkashlik, bu o'z qadringni o'zing tushirishdir. Chunki inson ketar ekan, aslida kimligini aynan o'sha payt ko'rsatadi. Haqiqiy inson esa ketadi, lekin shovqinsiz. O'tgan kunlarning hurmatini saqlab ketadi. Sirlarni oshkor qilmaydi. Kechagi yaqinligini bugun yomonlab yurmaydi. U biladi, sevgi tugashi mumkin, ammo oriyat, insof va tarbiyat tugamasligi kerak. Chunki kecha azizim deb atagan insonni bugun begonalarga yomonlab berish o'sha kechagi so'zlarni ham arzon qiladi. Eng yuksak daraja bu ketib ham sukutni saqlay olishdir. Chunki ba'zan jimlik eng katta hurmatdir. Kimki ketganidan keyin ham go'zal sukutni saqlay olsa, ana o'sha inson haqiqatan ham yuksakdir.